Assalomu alaykum. Cherry Adamaster Olmazor filiali obunachilari. Bugun mashinalarimizdan to'liq obzor qilib ko'rsatamiz. Undan oldin ish vaqtimizni, manzilimizni eslatib o'tamiz. Ish vaqtimiz ertalabki soat 9 dan kechki payt soat 8 gacha. Undan tashqari bepul tezraklarimiz bor. Ertalabki soat 9 dan kechki payt soat 6 gacha bo'ladi. Manzilimiz Kichik Halqa yo'li 36 Olmazor tumanida joylashganmiz. Bugun obzorimizni boshlaymiz. Arizo 8 gibrid modelimizda. Hammaga qiziq bo'lgan model. Bu yerda qora rangi bizada. Облицовкasiga ahamiyat berasizlar. Mana shu необычный qilib ishlangan. Farasi LED bo'ladi. Ko'rinishi ham juda ham chiroyli. Atsinkovni kuzovda chiqadi. Atsinkovkasiga ham garantiyasi bo'ladi buni. Rangi перламутровый черный цветda. Ozgina yaltiraydi. Qorasi ham, oqi ham bo'ladi buni. Oqi jimchurniy belli bo'ladi. Beskruchovoy do'stiklari bo'ladi mashinamizda. 360 kamerasi, слепой zona datchiklari bo'ladi. Bundan tashqari mashinamizda juda ham keng elektropaketlari sideniyani o'zida anaqada, eshikning o'zida joylashtirilgan. Podnos qilingan, ruchkalari ham klassika ishlangan. Rullari elektrousилительный. Tormoz bosib, sirasi zavod qilib ko'rsangiz bo'ladi. Так, mashinamizda rullari qiziydi, oldi loboy, передний задний сиденьяsi, ikkita bokovoyi, hamma yoqda обогрев bo'ladi. Bundan tashqari mashinaning o'zida zavodskoy aromatizator bo'ladi, uchta. Samani главный fishkalardan bo'ladi. Mashinamizning коробка передач joyiga keladigan bo'lsa, ikkita podstakannika, беспроводной zaryadkasi, Type-C и USB-si bo'ladi o'zida. Ikki xil rejimda, benzinda и tokda aralash harakat qiladi. Mashinamizning общий запасный hodiga keladigan bo'lsa, 1400 km общий запасный hodi. Barning ichida o'zida холодильнigi bo'ladi, plus panoramniy lyuk qilingan. Sedan bo'lishiga qaramasdan, уже panoramniy shtorniy lyuk qilingan. Shtorkasi отдельно, lyuki отдельно yopiladi. Mashinamizning передний сиденьяларida bo'ladi обдув сиденья. Обогревdan tashqari обдув ham bo'ladi. Shahar ichida necha kilometr yuradi? Так, общий запасный hodi 1400 km, расходiga keladigan bo'lsa, benzin расходi 100 km ga 3.9 litr. Orqa qatorni ham bitta ko'rsatib o'tasiz. Orqa qatori ham keng bo'ladi. И полностью эко-kojadan qilingan. O'zida Isofix сиденье qo'yishga ham joylari bo'ladi, детский сиденье qo'yishga. Ikkinchi qatorda ham konteyner deflektorlari bo'ladi. Kolonka akustikalari полностью Sony bo'ladi. Ballonlari всесезонный, shunaqa 2 litr sportivniy diskada qilingan. Razmeri 18 bo'ladi. Mashinamizning ikki xil zaryadka qiladigan joyi bo'ladi. O'z ko'chadan быстрый zaryadkadan и o'zidan. O'sha sizga komplektda chiqadigan zaryadkadan zaryadka qilsangiz bo'ladi. Orqa farasiga bitta ahamiyat berasiz. Bitta splashnoy fara qilingan, juda ham yarki fara chiqqan. Shu yerda knopkani o'zida ochiladi. Bagaj. Bagajimizning ob'yomi общий 480 litr tashkil qiladi. Zapasni o'zida shunaqa zaryadkasi bilan birga chiqadi. Stansiyalar bo'ladigan bo'lsa, например, oldingi elektromobilni bemalol foydalansanglar bo'ladi. И plus bagajnikida o'zida subwoofer chiqadi. И tagida ko'pchilik so'raydi, dakatka yo bu narsasi bo'ladimi deb. Mashina o'zida zapasni mana shunaqa ballonchigi bo'ladi. Na всякий случай bo'ladi. Mashinamizga 7 yil garantiya beriladi. И batareykasiga отдельно garantiya beriladi mashinamizning 8 yil. Mashinaning o'ziga 7 yil, batareykasiga уже 8 yil garantiyasi bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mashinamizning narxi 365 million so'm. Hozirgi kunda рассрочка, kredit, imtiyozli kredit, standartli kredit hamma to'lov turlari ochiq. Undan tashqari problemli klient bo'ladigan bo'lsa, kreditning istoriyasida bemalol lizingga ham chiqazib bera olamiz. O'zimizda firmamiz bo'ladi. ADM Jizzax zavodidan dachevniy kompaniyasi bo'ladi. Unga chiqazib bersak bo'ladi. Muammosi bor. Например, kreditni istoriyada yoki bo'lmasa hozirgi situatsiyadan kelib chiqib ololmayman nomiga deydigan klientlarimiz uchun qilib bera olamiz. Bir kunda ishinglar bitadi. Mashinani o'zingizning nomingizga оформить qilib beramiz. Agar через bank bo'ladigan bo'lsa, agar firmamiz nomidan bo'ladigan bo'lsa, uni ham kelsanglar to'liq tushuntirib, ma'lumotini berib o'tamiz. Рассрочка, foizsiz muddatli to'lov. Rassrochkaga o'zini pulini bo'lib berishga tannarxini qilib bera olamiz. Mashinani 30% boshlang'ich to'lovini to'lab, 1 yildan 3 yilgacha boshlang'ich to'lovlardan kelib chiqib, olib ketsanglar bo'ladi. O'zingizning nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Xayr, salomat bo'linglar. Xudo xolasa hammanglarni Cherry Adamaster Olmazor filialida kutib qolamiz. Hammanglarga mashina nasib qilsin.